Mana endi o'tkalarimiz hammasi dumlarni qimirlatib, bir-biriga ko'z qilyapti. Bu birinchidan qorin to'yganda shunday holat dumini qimirlatadi, keyin erkagiga urg'ochilar ko'proq shuna qiladi. Shu erkalash deymizmi endi qandaydir o'zini ko'rsatish deymizmi, shunday holati ham bor. Suv solamiz, suvlarni olib erkalar. Hamda qorin to'yganligining ham belgisi, dumini qimirlatishi. Xursandchiligining belgisi ko'p holatlarda bu. Yetik kiygan xo'rashcha, xo'rashvoy. Eng bezorlarning boshlig'idir. Kallasidan bo'ladi. Allohumma solli ala Xudoy. Mana endi suv olib kelamiz, ularga iliq suv solamiz. Tishlariga hamma yoq setga qilingan, bular chiqib ketadi. Mana shuning uchun mana bitta eshik qilingan bo'ldi. Mana shu eshikni ochamiz, shuni yopib qo'yamiz. Hech vaqt chiqmaydi, yotadi.